Assalomu alaykum, hurmatli Rahmonuz kanalining obunachilari. Xudo xolasa, bugungi video obzorimizda 12.21 bor akalar. Bu videoni oxirigacha ko'rib turingizlar. Sizlarga yaxshi lifehack. Bu traktorimizga akalar, nimada Euro Opel mandikimi yo furalarning motori qo'yilgan adashmasam 170 ot kuchi plus minus. Mana bular bir joyiga tushgan, ozgina peredelka joyi bo'lishi mumkin. So'zlarning turish holatlari, kompressor. Videomizni ko'rib turgan bo'lsangiz akalar, bitta like bosib qo'ying. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna tugmasini bosib qo'ying. Zo'r videolarni birinchi o'rinda ko'rish uchun. Bu taraflari akalar. Xudo xolasa, bu motor qo'yilganiga bu traktorga 5 oymi bo'lyapti. Hali hech qanaqa korobka umuman ochilgani yo'q. Nagurishga bermayman degan akalarga korobkani ochganimiz yo'q. Hali o'zimiz mana yuribmiz, xudo xolasa. Mana pastki holatlar akalar. Bunga necha pul xarajat ketgan desangiz akalar, xudo xolasa, u yoq bu yog'i motor 3000 dollarga olingan, yana qo'shimcha bir 500-600 dollar. U yoq bu yog'i zo'r bo'lsa 4000 dollargacha xarajati bor akalar. Motor qo'yaman desangiz. Motor nomi nima edi? Kaminis Euro motor xullas. 170 ot kuchi plus minus atrofida. Hammaga rahmat akalar. O'samiz. Öyle mi diye konuşmaya girmem.